Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana biz Dubaydagi mashina sotiladigan joyga keldik. Bari Toyota, mana shu qator polni Toyota ekan. Kim O'zbekistonda uchiradigan mashina ham bor ekan mana. Malibu. Hammaga narx qiziq bu. Dubayda nech pulligi? Elyorjon, danalarni aytvoring. Bu full option 2017-yilda chiqqan. Yurgani 122 ming. Narxi bo'lsa 17 ming dirham. Bu dollarga 4 ming dollar atrofida. Ha, 4 ming dollarga shu 2017-yil olaverar ekansiz Malibu'ni. Bu butunda endi nimasi, kraska yo'q. Mana narxini o'zingizdan solishtirib olaverasizlar O'zbekistonniki bilan. Mana retro mashinalarni ham ko'rsataylik sizlarga. Juda enli mashina ekan. Bu Ford 1960-yilda chiqqan, Amerikada ishlab chiqarilgan Ford tomonidan ishlab chiqarilgan ekan. Yurgani 79 ming. 79 ming yurgan ekan shu. Shuncha Avtomat ekan. Qarang. avtomat korobka ekan. 1960-yilda avtomat ishlab chiqarilgan ekan. Motorini ko'ringda, Engine V8 debdi. Bu V8 li motor. Juda ot kuchi katta-da, V8. Bizi Cobotlarda 1.2 motor. Bunda V8 ekan. Mana James Bond'ni mashinasi. Hammasi sotilar ekan shu mashinalar. Bu ishlab chiqarilgan ekan, nomi Corvette ekan. 1982-yilda tillo-svet rang avtomat ekan bu. Motori V8 ekan, Amerikada ishlab chiqarilgan ekan. Ha, amerikanskiy mashina ekan. Ko'zlari ochilib yopilar ekan. Mana Mustanglar qatoriga keldik, hammasi. Ford Mustang. O'zgacha svet ekan. 5 yil oqlata qilib ekan. Buni qanaqa qilib olsa bo'lar ekan? Bu oyiga 940 dirhamdan pul to'lar ekansiz. Ha. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, Amerikada ishlab chiqarilgan, 92 ming yurgan. O'zidan tan narxi 60 ming ekan. Shunda 5,5 yil oyma-oy 940 dirhamdan pul to'lab. Endi u 250 dollar. bir oyga 250 dollar olib 5 yilga uzib olar ekansiz mana. Ammo bo'lsa 2022 87 ming, 87,5 ming dirham ekan, 1280 dirhamdan pul to'lab yo'qorar ekansiz. Ha, bu hozir tan narxi nech pul o'zi bu mashinani? 87,5 ming. Ha, dollarga 87 ming dollarmi? Yo'q, dirham. Dirhamda 25 ming atrofida. Ha, 25 ming atrofida mana shu 22-yilda ishlab chiqarilgan Ford Mustanglarni berar ekan. Juda chiroyli mashinalar mana. Bari bir-biridan chiroyli. Super karlarda endi bular. Mana. Ford Mustangdan keyin bu qanaqa mashina endi? Dodge yangi chiqqan. Ha, Dodge'da yangi chiqqan model ekan. Umuman chiqarib ekan. Bunimiz endi sportivniy, ha? Bu ham super karda endi xullas. Corvette. Corvette. Chevrolet tomonidan ishlab chiqarilgan. Birinchi ko'rdikku o'sha mashinani yangi. Ha, yangi model, ha? Ha, hali eski Yangi model. 60-yillarda chiqqan mashinaning yangi versiyasi ekan. Ha, bular hammasi Mustang ekan, ha? O'rtacha 25 ming dollar plyus bo'lsa, shu Mustanglarni xohlaganingizdan sotib olaverar ekansiz naqdiga. Даже tushib ham berishadi. Hozir biz yillik to'lovini bildikda, 5 yilga bo'lib to'lashishda shu narx ekan. Agar naqd bo'lsa, yana ham arzon bo'lsa kerak. Mana yana Mustanglar qatorida yuribmiz. Mana. Elyorjon. O'zimizni legendarniy Niva ham bor ekan Dubayda. Yangi ekan, minilmagan ekan. Buni narxini bilaylik. Minilmagan, yangi 2025-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 79 ming dirham ekan. Ha, yangisi 79 ming dirham ekan mana. Umuman yurmagan mashina. Endi dollarda nech pul bo'ladi bu? 20 ming atrofida. 20 ming yetmagan pul. Ha, bitta ham narxi normalniy ekan. 20 ming dollar ekan yangi Nivamiz narxi. So'ngga kirdik, hozir bitta surilgan mashinalar sotirar ekan. Shu bitta mashinaga ko'zim tushib qoldi. Salondan chiqib avariya bo'lgan ekan. Umuman kilometri yo'q. Yangi mashina ekan, Defender. Yili yangi 2025-yil. Shu chap tomondan udar yegan ekan.
Buni puli qancha ekan Elyorjon? Bu 40 ming dirham ekan, biz dollarga 13 ming dollar atrofida, 12 ming dollar. Ha, 12 ming dollar atrofida. Bizni masterlarimizga bersa, buni chiqarish hech narsa emas. Eshitmamas, to'g'ri. Buni ham chiqarib turib, qarangda, hech qancha zarba Ha. yemagan, teknikani almashtiriladi. Qarash yangi mashina. Yangi mashina ekan, Bizda qarang. narxi qancha deb taxmin qilasizlar shu mashinani? Bizda kami 100 ming dollar bo'lsa kerak. Mana yangi mashina. Minilmagan. Versiyasi ekan. Ha, limuzin emas, orqasi uzunroq, ha. Shu qatorli. Bitta mashinamiz, bu mashinani men markasini bilmayman. Ukam aytayapti. Bu aka mashinam narxini qarangda. Aha. Narxi auksionga qo'yilish narxi 0. 0. Yurgani 15 ming yuribdi. 15 ming, ha. Agar auksionda sizdan boshqa odam agar narxini oshirmasa, siz 1 dirhamga sotib olishingiz mumkin. 1 dirhamga ham sotib olish mumkin ekan agar sizdan boshqasi bunga xaridor bo'lmasa. Boshlang'ich narx 0 dirham. 0 dan boshlanar ekan. O, zo'r-ku. Iloji boricha O'zbekistonda bor mashinalarni solishtirish uchun video qilyapmiz mana. Kia. Hyundai Porter ekan-a bu? Yo'q, Kia Bingo. Kia Bongo ekan. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Boshlang'ich qiymati 0. Auksionda narxi. Buni sababi Aha. mashina boshida 10 ming dirham yoki qanchadir summada qo'yilgan. Bir marta auksionda o'ynalgan, hech kim summa qo'ymagan. Ikkinchi marta o'ynalgan, shuna bo'lib narxi tushib borib oxiri 0 qiymatga tushgan. O'shanda ham turibdi. Hech kim olib ketishingiz mumkin. Ha, maksimum 1 dirhamga ham yutib olishingiz mumkin ekan. Agar bu yerda pul birinchi pulli qo'yilar ekan, agar bu auksionda o'ynalmasa, agar mana anchadan shaq o'ynalmadi, bu mashina anchadan shaq turibdi. Agar auksionda o'ynasangiz, arzimagan pulga yutib olishingiz mumkin ekan buni. O'zi 0 ekan qiymati hozir. 1 so'm to'lamasdan auksionda qatnashaverar ekansiz. Mana auksionda sotilgan mashinalarimiz ham bor ekan. Narxlarini ukam aytib o'tib ketadi. Elyorjon, narxlarini aytib o'tib keting, qancha? 13-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai. Aha. 8,5 ming dirhamga sotilibdi. Bu 2300 dollar. Ha, 2300 dollarga sotilibdi 2013-yilda ishlab chiqarilgani. Bunisi-chi? Bunisi oldidan yegan ekan, normal. 24,5 mingga sotilibdi. Bu Toyota Avalon. Ha, Toyota Avalon ekan 2016-yil ekan. Ha, 6000 dollarga mana shu mashina sotilibdi. Bu Toyotani juda bitta hurmati baland ekanda, shuning uchun narxi ham normalniy ekan, ha? Bu yoqda bo'lsa, Mana O'zbekistonda bor mashinalarni iloji boricha video qilishga harakat qilib ko'ryapmiz. Malibu 1. Elyorjon, buni summasini ham aytib o'tib keting. Mana Malibu 1. 12-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Malibu. Auksiondagi boshlang'ich narxi 0. 0 degani bu 1 so'm to'lamasdan auksionda qatnashaverasiz. 5-6 marta auksionda qatnashgan, hech kim sotib olmagan. Narxi tushib ketish borgan. Hozir buni endi anamas-u ko'proq foizda 1 dirhamga sotib olsangiz bo'lar ekan. Xo'p, endi qanaqa mashinalar ko'ramiz? Men yoqtirgan Tesla mashinani ko'rib qoldim. Bo'ldi, borib ko'raylik-chi. Tesla Model S, Model 3 varianti. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Auksionda boshlang'ich narxi 0. 0 ga teng. Unisi ham boshlang'ich narxi 0. Bular endi uzoqdan turibdi ekanda, birov xaridor bo'lmayapti ekan. O'shaning uchun narxini tushirib tashlagan ekan. Agar qatnashsa, yutish ehtimoli juda yuqori, arzimagan pullar menimcha. Qanchalarga olsangiz bo'ladi taxminan? Agar hech kim qatnashmasa, siz 1 dirhamga sotasiz. 1 dirham. Agar mabodo birortasi qatnashib qolsa, shu 1000 dollar atrofida. Uzog'i, patolog 1000 dollarga olishingiz mumkin. Nima deyapti endi? Ha, o'sha yondan jicha kalta yeganda, bu ichki qismlarini ham tashqarisidan ko'rsatib ketaylik. Mana salon ideal holatda ekan. Hech qanaqa bir nimasi yo'q ekan. Amerikanskiy Tesla. Turib, o'zimizni sotsangiz ham normalniy pulga pullaysiz. To'g'ri. O'zimizda bor mashinalarni ko'rib qoldim. Kia K5 ekan, mana orqa tomondan yegan ekan. Bizi ustalarga bular umuman ish emas. Menimcha cho'tka qilib chiqarib qo'ysa kerak. Bir kun vaqt ketadi, jak ketsa. Bu yerda ham koreyskiy, yaponskiy mashinalar rosa sevishar ekan. Narxi 10 ming dollar ekan, boshlang'ich narxi yana bu agar yoningizga birortasi qo'shilib qolsa, bu 13-14 minggacha chiqib ketishi mumkin, a? Xuddi shunday. Yili faqat yangi ekanda, 2023 ekan K5. Yurgani qancha ekan, Elyorjon? Ha, yurganini ko'rsatib o'tishmabdi. 102 ming ekan. Ha, 102 ming yurgan K5 10 ming dollar ekan. Auksionda boshlanish narxi.
Mana Kia'ni bizda ishlab chiqarilmaydigan varianti K-Tour ekan bu. K5 ga nihoyatda o'xshab ketadi. K5dan ham qimmat ekan. Bu K5dan ham qimmat ekan. Bu menimcha hech qanaqa zarba yemagan mashina ekanda, adashmasam. Sal oldi. Qani? Yon tomoni. Yon tomoni sal. Ha. Yon tomondan oz-moz anchagina zarba yegan ekan. Puli qancha ekan buni? Bu 11.000 dollar. Ha, 11.000 dollarda auksionda qatnashar ekansiz. 2025-yil. 2025-yil mashina ekan, yangi ekanda, yili buni. Ha. Bu Tesla'miz bor ekan yana bitta. Bu uteplenniy ekan, suvda qolib ketgan ekan. Suvda qolib ketgan ekan. Nech pul ekan puli? 11.000 dollar. Ha, 11.000 dollardan boshlanar ekan. Yilichi? Yili 2020-yil. Model 3. Ha, 55.000. 2020-yil ekan. Bu mashina. 20 pul ekan. Hech qancha yurmagan mashina ekan. Suvda qolib ketgan. Suvda qolib ketgan ekan. Endi auksionda qatnashayotgan mashina ekan. Endi bu ham agar vaqt soat turib, birov qatnashmasa narxi tushadi buni, yana aniq narx emas. Narxi tushib. Balkim bir dirhamga sotib olishingiz mumkin. Ha, tushunarli. Xo'p, mana yana Kia'ni qanaqadir model ekan, men rosti bilmadim. Balonlariga e'tibor berdim. Shipovniy ekan. Bu qorda yurishga moslangan balonlar qo'yilgan ekan. Nol ekan buni ham nimasi. Agar qatnashsangiz, anchadan shaqa turgan mashinalarda bular o'sha nolga tushirib qo'ygan, a? Arzimagan pulga yutib olish mumkin. Agar sizga raqib chiqmasa, talashmasa narxini 1 dirhamga sotib olsa bo'lar ekan. Mana Mustang yili yangi ekan, 2024 ekan, a? 2024-yil. Oldidan yegan ekan. 1.5 dollar. Bu Yo'q. 17.000, 18.000. Ha, 51,5 dirhamda, ha? 51.5 ming dirham. 17.000 dollar atrofida boshlanar ekan, boshlang'ich auksionda o'ynalish narxi. Yurgani 17.000 yuribdi. 17.000 yurgan ekan mana shu mashina mana. Bizda bo'lsa ustalarimiz bularni gul qilib tashlaydi. Bizni usta ko'zifchi ustalarimiz nihoyatda ishlari tekis. Yangidek qilib qo'yadi mana shu mashinalarni. O'zbekistonda sotiladigan yana bitta Malibu'ni ko'rib qoldik. Bular dannisini ayting, Elyorjon. Bu ishlab chiqarilgan yili 21-yil. Hop. Yurgani 25 ming yuribdi. 20 Option narxi 22.5 ming dollar. 22.5 ming dirham, 6.000 dollardan sal oshiqroq. auksionda 6.000 dollardan boshlanar ekan mana. Ichki qismlari, Urilmagan. salonlari zo'r ekan. Butun ekan, ammo bu mashina. Kompaniyalar bankrot bo'lgan kompaniyalar qanday bo'lib tur? Ha. Auksionga chiqqan. Ha, shu. Yo pulini to'lalmagan, shu qarzi bo'lib qolgan, mashinasini musodara qilib auksionga olib chiqqan mana. Yangi Malibu ekan. Endi bular yangi deb faqat chang bosib eskirib qolganda. Mana bobolarimiz mingan mashinalar ham bor ekan, Mers klassika deydi-yu, birinchi chiqqan vipskalari. Bu endi anchadan shaqa turibdi ekan, narxi ham yo'q ekan.